Xonamiz tayyor holatda oshxona. O'shunaqangi zo'r xonadan topib qo'ydim, yana bitta 2 xonali, yevro remontli, hamma narsasi joy-joyida. Faqat ko'ch-ko'roningiz bilan kirib yashasangiz bo'ldi, akalar. Bunaqa xonadon yo'q. Kimga shunaqa xonadonlar kerak bo'lsa, inshaalloh deb qo'yamiz. Podpiska bilan laykni bosib qo'yamiz. Hozir ichlarini bitta-bitta obzor qilib ko'rsataman. Bismillahirrohmanirrohim. Mana akalar uyimizga kirib oldik. Birinchi bu tomondan boshlaymiz. 5-etaj, 2 xonali, 20-metr tarqasida, mana yevro remont holatda. Svet, gaz, suvdan muammosi yo'q. Bu bitta xonamiz. Bu koridori. Chap tomonda mana yana bitta xonamiz. Remontlarini ko'ring, mana mazza qilib olasiz remontlariga. Chiqqanimizda chapda mana oshxonamiz. Tayyor holatda oshxona. O'zini aqlli kotyonlariga ega, gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Xo'p, sanuzelimizni ham ko'rsatib qo'yay. Mana sanuzeli yangi, hali odam kirib yashamagan bu yerga. Egalari 31 ming deyishyapti. Pastda raqamlarini qoldiraman. Bemalol qo'ng'iroq qilib, kelishib, narx-navosini sunnatiga o'tib beriladigan joyi bor. Bemalol savdolashsalaring bo'ladi. Inshaalloh hammaga shunaqa uylar nasib qilsin.